Assalomu alaykum, hurmatli Ustalo'z kanalining qadrli bebaho obunachilari. Do'stlar, qadrdonlar, bugungi video syomkamiz fundament quyadigan, beton quyadigan ustalar haqida bo'ladi. To'liqroq videomizni ko'radigan bo'lsalaring, aql bovar qilmaydigan ishlarni qilyapmiz va kimdir aytishi mumkin, bu jinnilik deyishi mumkin, lekin videodan oxirigacha ko'rsalaring to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Sizlardan bitta iltimos, videomizni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sababi foydali va manfaatli videolarni chiqarishga harakat qilyapmiz, do'stlar. Demak, biz videoni boshladik. Qadrdonlar, mana shu fundament, ya'ni uyimizning fundamenti 170 sm balandlikda quyilgan. Eniga keladigan bo'lsak, 50 sm-lik fundament quyilgan, beton quyilgan. Endi buni paddushka qismiga keladigan bo'lsak, paddushka qismi yo'q, quyilmagan. Lekin nima deydi, oldinroq mana bu fundamentni, ya'ni podvolimizdan foydalanish maqsad bo'lmagan, shuning uchun shuncha quyilgan, keyinchalik foydalanish maqsad bo'lib qoldi, ya'ni ishlab chiqarishga yoki kengroq podvol, skalar, shunga o'xshash narsa qilamiz degan maqsadda mana shu podvolimizni 170 dan tashqari 40 sm tuprog'ini olib tashladik, ya'ni mana bu joydan mana bu joygacha 40 sm-lik tuproqni olib tashlaganmiz. 210 balandlikda bo'lib qoldi. 210 balandlikda endi mana bu joyga paddushka quyilmagan, nima qilsak bo'ladi degan savollarga ko'pchilik aytishdi. Paddushkani shu ko'lab yarmi quyilib, yarmi tashqariga chiqarib qo'ysa ham bo'ladi. Общий paddushka quyib bo'lmaydi. Ya'ni bu tomondan 20 paddushka chiqsa, narigi tomondan ham 20 paddushka chiqarib bo'lmaydi ishda, kimdirlar bo'ladi ishda. Biz lekin hamma bilan fikrlashib, ko'pchilik bilan fikrlashib, o'zimiz bilganimizni qilishga qaror qildik. Hozir mana shu paddushkamizni fundamentimiz pastini 25 sm ichkariga ko'ylab quyapmiz, do'stlar. Mana kamida bir 25 dan barada kirib ketib qolyapti ekan. Xullas, mana shu joyga fundament quyapmiz. Paddushka vazifasini bajarish maqsadida mana akalar. Buni 25 sm joyi tashqariga chiqqan, yana 25 sm joyi ichkariga kirgan mana. Endi kimlarga aytishi mumkin, haqiqatan boshida aytdik, jinnilik bu, ushamaydi. Yoki nima deydi, hech kimda hayoliga kelmagan ish deyishi mumkin. Balki foydasi bordir, lekin zarari yo'qligi aniq. Foydasi borligi aniq, lekin zarari yo'q. Sababi ma'lum. Nima deydi, ushlaydi. Imkon qadar misol 10% bo'lsa ham ushlaydi degan maqsadda qilyapmiz mana shu paddushkani. Endi общий balandligi 210 bo'lib qolgan. 210 dan 10 sm stashka qilamiz, shunda 2 metr. Ya'ni mana bu joyda yurganda bemalol odam mana bu lagalarga tegib qolmaslik maqsadida qilingan ish. Lagani ham, polni ham ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz. Oddiy taxta poldan qiladigan bo'lsalaring, mana shu joyda mana rasxoti kam bo'lishi mumkin. Misol, mana shu joyga 7 million ketgan bo'lsa, taxta polni 6 million ketishi mumkin, 6 million atrofida. Lekin biz bu yerga konteynerda polidan ishlatganmiz. Sababiki qalinligi 3 sm bo'ladi, qalin bo'ladi. Bundan tashqari lagaliga keladigan bo'lsa, lagaliga konteynerda lagasidan ishlatganmiz. Ya'ni o'zida chiqadigan lagasi bo'lar ekan. Bizning maqsadimiz mana shu o'rtaga stoyga bermaslik maqsadi. Ya'ni agar taxta poldan qiladigan bo'lsak, o'rtaga stoyga beramiz. Eng kamida bu tomonga bitta, bu tomonga bitta, ikkita stoyga beramiz. Bu yerda nima deydi, tashimoqdan xalaqitlar ko'payib ketadi. Ya'ni ishlayib turgan odamga ozgina xalaqit beradi. Shuning uchun keng bo'lish maqsadida konteyner polidan foydalanganmiz va konteyner lagasidan foydalanganmiz. Ozgina qimmat bo'lib qolgan, lekin foydali va manfaatli bo'lgan. Bemalol tepasida yursa, pastga eho, shum bermaydi. Amazasa umuman bermaydi. Sababiga konteyner polimiz qalinligi 3 sm, bundan tashqari lagalarimiz temir bo'lganligi uchun umuman xullas nima deydi, zarar bermaydi. Tashqi muhitga, pastga nima deydi, bilintirmaydi. Do'stlar, qadrdonlar, hozir mana shu ustakalarimiz qilayotgan ishlarning to'liq ma'lumotini berib o'taman. Hozir pastki qismimizga mana shu joygacha keladi. Bir kunda misol 5 metr, 6 metr fundament quyadi, ya'ni paddushka quyapti. Общий quyib olish ham mumkin. Lekin bizda bitta tarafi bor, cho'kish ehtimoli ko'payib ketmasin. Chunki bu fundamentdan tepasida imoratimiz bor. Bitgan imoratimiz mana. Ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa, mana do'stlar, mana shu imoratimizni tagi podvol bo'lib qolyapti. Tepa qismi ko'ryapsizlar mana. Tekis stashiga tayyorlayapmiz bu yerda. Mana shu ustagamiz o'zi xudo xolasa azatda ishlayapti, jang ko'rsatyapti.
Xushnudbek, Begzodjon, spes ustalar. Biton bo'yicha qanday savollar bo'lsa, hamma savollarga bemalol javob beradigan ustalar. Mana bu joyga zinnapay qilaydigan bo'lyapmiz. Mana bu joy endi ozgina plashkatka maydon. Bu yer stejga bo'ladi. Xudo xohlasa, yana nima deymiz? Ichkari stejga, mana bu yer stejga bo'ladi. Bundan keyin mana shu uyimizning chiroyi yanada ochiladi. Kimga fundament kuyish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz. 1 metr necha pul vodiyda? 50 ming so'm. Ko'p ob'yom bo'lsa, yanada kamroq qilib beriladi, to'g'rimi? Mana biz Behruz, biz shogird keldi. Krasavchi bola. Kuniga sochini yuvish kerak. Bo'ydaq. Xo'sh. 50 ming so'm. Stejga necha pul? Stejga 1 kvadrat 30 ming so'm, zaskasi ichida. Lekin mana bu joyda endi hisobdan tashqari ozgina kelishtirib berishyapti. Patberalarga yetadigan stejga, ya'ni pravilada tekizlab beraman degan, mana pravilalari ham turibdi. Qadrdonlar do'stlar, kimga beton kuyish, fundament kuyish xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Videoni hozir tugatmaymiz. Ustakalarimizni stej kuyib turgan jarayonlarini ham bitta videoga olib chiqaramiz oxirida. Shuning uchun hurmatli qadrdonlar, fundament kuyadigan usta akalarimizni ishlash jarayoni o'sha joydan mana bu joyga o'sha mini kamazlar yordamida mana stej xizmatini qilib berishyapti. Mana kelar. Suv to'planib qolgan joylariga yana ozgina solib chiqishadi. Xudo xolasa ravila yordamida tekizlab berishyapti. Stejdan oldin salafan yozyapmiz. Salafanning foydasi nima deydi? Mana bu rastvorimiz suvi tez yerga singib ketmaydi, o'zini maromida quradi. Maromida quriganligi uchun treshena yog'liqlar sodir bo'lmaydi. Shuning uchun yana bitta foydali tarafi tuproqdagi sho'rlarni, zaxlarni mana bu fundamentga bermaydi. O'zi bir xil uyda stejlarda ko'rgansizlar, yozgi kunda yoki boshqa holatlarda oppoq bo'lib qoladi. 1-2 kun supurilmasa oppoq bo'lib qoladi, sho'r bo'lib ketadi. Ana shunaqa sho'rlarni oldini oladi mana salafan. Shuning uchun sizlarga ham foydali ma'lumot bo'ladi. Mabodo fundament ustilarda ishlasalaring, stejga bo'ladi yoki fundament bo'ladimi? Fundament ustidan ham, tagidan ham albatta salafan yozdirib olishni esdan chiqmasin akalar. Mana bu yerga ham salafan yozib olganmiz. Endi tuproq tagida qoldi. Mana bu joyimiz salafanda. Xudo xolasa ustakanimiz qancha metr deylik? Yaqin. O'sha bola ishlayapti. Mana shu joydan 30, 40, 50 metr. 50 metrdan ham ko'p shu joyga mana bu joyimiz bo'ldi endi stejkasi. Bo'ldi, mana ozgina qolgan joy edi. Buni bo'ldik. Xudo xolasa mana bu foydali ma'lumotdan olib kelib o'sha nariga aravaga to'kib beryapti ekanmiz. Yo, bismillah. Qadrdonlar mana kelar, metdan olib kelyapti birinchi aravada, ikkinchi aravaga to'kib beryapti. Hozir pastga tushamiz. Mana shu aravaga to'kib stejga qilyapmiz o'sha. Stejga mana Xudo chiroyli to'kib bo'lyapti. Lazerda. Lazer. Lazerimiz. Begzodjon bosh rollarda. O'yinlari ham bir xil bo'lyapti, xudo xolasa. Cho'pki. Tekizligi, silliqligi. Endi tashqariga ozgina chiqib, tashqaridan ma'lumot olamiz. Ustidan yurib ketavergan. Bismillah. Hozir tashqarida bolalar ko'rsatamiz. Mana ustakamiz to'ldirib olib ketyapti. Yaqin bir 50 metr masofaga. Ular dard ko'rmasin, Alloh rozi bo'lsin. Bizi stej kuyadigan, fundament kuyadigan joyimiz masofasi ozgina uzoqroq. Mana bu joyda. Shuning uchun ustalardan nima deydi? Alloh rozi bo'lsin. Yo'q demasdan qilib berishyapti. Aslida masofa uzoqlashgan sari narxlar qo'shiladi. Shuning uchun narxini kelishtirib berdi.
Mana bu mishelkaga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda nomi mishelka deyiladi. Ko'pchilik bilmaydi yoki bilgan bo'lsa ham 0.25, 0.15, 0.30 deyishadi. Bu hozir 0.25 lar, ya'ni 25 tasi bitta kub, bir kub bo'ladi. Shuning uchun 20 ta 25 ta zapravkasi. Sementga keladigan bo'lsak, mana o'sha Farg'ona viloyatida Yasin sementimizni zavodi Beshariq tumanida joylashgan. Markasi Yasin 450 plus turgan, ya'ni 450 markadan yuqori bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishonarli, garantiyasi bor sementlardan. Sababi fundament kuyuvchi ustalarimizni o'zi yaxshi bilishadi. Masalan, qaysi sementdan olib keladi desa, aytishadi. Mana bu sement yaxshi chiqyapti yoki tez qotadi yoki mustahkam bo'ladi deyishadi. Shuning uchun mana shu sementni aytishdi. Shu sementdan zakaz qildik, xudo xolasa. Mana bir kishini o'zi bemalol zagatobga qilyapti. Ilgarilari mana shu bunday mishalkalar bo'lmagan. Shuning uchun bayok deydi, list deydi. O'sha listga mana bunday shog'ollardan, klinislarda terib, sement bilan aralashtirib, suv quyib, qo'lda qorib qilishgan. Hozirgi kunda zamon rivojlanib ketyapti. Bora-bora yangi narsalar chiqib ketyapti, ya'ni izlanishda ustalarimiz. Bunga qaraganda yana qulayroq variantlar chiqib ketgan hozirgi kunda. Ya'ni o'sha o'zi zagatobga qiladigan instrument deymizmi yoki mashina deymizmi, shunaqa narsalar chiqib ketgan. Hozir ustagamiz chiqyaptimi, gana chiqyapti. Do'stlar, qadrdonlar, bugungi videolarimiz, ya'ni sizlarga ko'rsatib turgan videolarimiz ko'ngilingizdan ozgina bo'lsa-da yaxshi yoki foydali bo'lgan bo'lsa, ko'ngilingizga yoqqan bo'lsa, mana shunday ustalarimizni mehnatini qadrlab, qo'llab-quvvatlab, bittadan like tugmachasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sababi haqiqiy mehnati halol ustalarimiz, ko'rib turibsizlar, nima deydi? Tinim bilmasdan ishlashyapti. Hammamiz ishlarimiz rivojini bersin, o'ylagan orzu, niyat, shirin maqsadlarimizga erishaylik. Qo'yilib turgan imoratlarimiz yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Salomat bo'linglar. Mana shu gaplarimga qo'shilgan aka-ukalarimiz bittadan like bosib, podpiska qilish esdan chiqmasin. Tanijoqlar sog' bo'lsin.